Azizlar, Mirarab o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi jamoasiga 11-bilet nasib qildi. Tayyor bo'lsangiz, biz tezkor savol-javoblarni boshlaymiz. Birinchi savol: O'zbekiston Respublikasida diniy ruhdagi siyosiy partiyalar qaysilar? O'zbekiston Respublikasida hech qanday diniy yoki milliy siyosiy partiya tuzilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 70-moddasi o'z aksini topgan. Javob qabul qilindi va javob to'g'ri. O'zbekiston Respublikasida diniy ruhdagi siyosiy partiyalar tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchi savol: davlat o'zining ichki va tashqi siyosatini amalga oshirishida konstitutsiyaviy normalarga muvofiq qaysi dinga tayanadi? Hech qanday diniy konfessiyaga va dinga tayanmaydi. Chunki 112 qonunda din davlatdan ajratilgan 7-modda yoki O'zbekiston Respublikasining 1-moddasida ham O'zbekiston suveren demokratik ijtimoiy huquqiy davlat degan. Shuning uchun bizlar dunyoda qo'yganmiz uchun hech qanday diniy konfessiya asos yo'qmaydi. Demak, dinga tayanmaydi. Dinga tayanmaydi. Rahmat. Javob qabul qilindi va javob to'g'ri. Hech qaysi dinga tayanmaydi, ya'ni dunyoviylikka tayanadi. Uchinchi savol: vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun birinchi bor qachon qabul qilindi? Birinchi bor 1991-14-iyulda, keyinchalik 1998-yilda yangi tahriri, keyinchalik 2007-yilda va 2020-yil 25-kunda o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Javob qabul qilindi va javob to'g'ri. 1991-yil 14-iyunda qabul qilingan edi. Navbatdagi savol: bugungi kunda O'zbekistonda qancha diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda? Bugungi kunda O'zbekistonda 16 diniy konfessiya, 200 dan ortiq diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda. Rahmat. Javob qabul qilindi va javob to'g'ri. 2300 dan ortiq. Beshinchi savol: O'zbekistonda diniy sohada davlat siyosatining asosiy prinsiplari. Yana bir marta takrorlayman. Savol: O'zbekistonda diniy sohada davlat siyosatining asosiy prinsiplari. Davlat konsepsiyaning 10-moddasi bilan 11-12-11-16gacha bunda birinchisi qonuniylik, 12-si dinni davlat ajratilganligi, 13-si o'sha vijdon erkinligi, 14-si tenglik, 15-si dinlararo totuvlik. Mana shu 6 ta nimasi borda. Qonuniylik, vijdon erkinligi, dinlararo tushunish, tenglik. Javob qabul qilindi va javob to'g'ri. Qonuniylik, vijdon erkinligi, dinning davlatdan ajratilganligi, tenglik, erkin tanlov, dinlararo muloqot va tushunishdan iborat edi. Sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va Mirarab